buyoqqa ket. Nima bebeki? Ana o'rta gashinga aytgin. Elchin bitta qo'shiq aytib bersin. Beyakam so'rayapti. Men zavod borligini bilasiz. Shu zavodni Asadbek sotib olmoqchi. Bu ish esa faqat Asadbekning qo'lidan keladi xolos. Asadbekni yana bir marabin zavod bilan tabriklab, hammangizni dasturxonga taklif qilaman. Bir og'iz gapim bor. Sizlar ham eshitib qo'yinglar. Giyohvandchilikka umuman aralashmayman deb so'z berasan. Bilaman, Farg'onada Karim degani bor. 5 qo'lini og'ziga tiqadi. Agar ikkoyim bir ish qilganingni bilsam, mendan xafa bo'lma. Yemoni qusmog'i ham bor. Chetdan talab asosan qoradoriga bo'lyapti. Og'zimizni ochib o'tiraversak, kelganlar hamma pul olib ketadi-ku. Olib ketsa olib ketaversin. Yemoni qusmog'i ham bor. Shu gaplarni unutma. Tushundingizmi? Bilib qo'y. Men nomard emasman. Birovlarning burnini qonatib lazzat topaman deb yurganim yo Jalil bu dunyoda. Sharifni tinchitish oson, ammo bekni oldida kim javob beradi? Buyog'iga men kam.